Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun g'ul hujayra to'g'risida degan temada qisqa bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men oldi bilan g'ul hujayrasining nima ekanligi, uning turlari, uning aloyidligi to'g'risida to'xtalman. Oxirida g'ul hujayraninki kelgusidagi qo'llanishi to'g'risida ozroq tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bolsun. Mən g'ul hücre to'g'risida təfsil to'xtalishdan burun hücrenin nima ekanligi to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Chunki biologiya o'qimagan qarindoshlar hücrening nima ekanligini bak bilib ketmasligi mumkin. Hücre deganimiz hayvon, dal-daraxt, o'simliklar, jumladan insonlarni o'z ichiga olgan barliq jonliqlarni tashkil qiladigan mustaqil funksiyalik eng kichik birlik bo'lib, u xuddi cho'ng bir binoni tashkil qilgan har bir qishga o'xshaydi. Albatta, qishni tuzguchi tuproq partisi bo'lganga o'xshash, hujayralarmi har xil kichik, texmi kichik qurilmalardan tashkil topadi. Ular hücreni tuzguchi qurilmalar bo'lib, ular mustaqil jonliq emas. Undaqda bu nima uchun biz hücreni jonliqlarning eng kichik mustaqil birligi deymiz degan vaqtida hücreler mustaqil funksiyaga ega bo'lib, mustaqil yashaya oladi va mustaqil ko'paya oladi. Eng kichik jonliq bir hücreden tashkil qilgan bo'lsa, odam badani 200 xildan ortiq jami 30 trillion atrofida hücrelerden tuzilgan. Xuddi bu ko'rayotganinglardagidek, sol tarafidagi bir odam, uning o'pkisi, o'pkining o'pka bir organ bo'lish sifati bilan u ko'plagan o'xshamagan to'qilmalar va uning eng kichik birligi bo'lgan har xil hujayralardan tashkil topgan. Undaqda bu g'ul hujayra degan zodi qandaq hujayra degan vaqtimizda g'ul hujayra bo'linmagan biologiyalik hujayralar bo'lib, ular badandagi barliq boshqa hujayralarning asosi. G'ul hujayralar o'zini ko'paytib, texmi ko'p g'ul hujayra hosil qilish va bo'linib alohida hujayralarga aylanish iqtidori ega bo'lib, zaxmlangan, funksiyasini yo'qotgan yoki kasal bo'lgan hujayralarning o'rnini ola oladi. G'ul hujayra xuddi daraxtning g'uli shoxlab cho'ng bir daraxtni shakllantirganga o'xshash, odam badanidagi barliq hujayralarni shakllantira oladigan bo'lg'achqa, uni daraxtning g'uliga o'xshatib g'ul hujayra deb atagan. G'ul hujayrasining turlari, ya'ni g'ul hujayrasining qandaq turlari bor yoki qandaq turlarni o'z ichiga oldi degan vaqtida g'ul hujayra cho'ng jihatdan ko'p xil iqtidorli g'ul hujayra va to'qilmalarga xos g'ul hujayra deb ikki cho'ng turga ayrildi. Ko'p iqtidorli g'ul hujayra to'ralma g'ul hujayrasi va yetildirilgan ko'p iqtidorli g'ul hujayrasi, ya'ni iPSC'dan iborat ikki cho'ng turni o'z ichiga oladi. To'qilmalarga xos g'ul hujayralar yana badan yoki balog'atga yetgan g'ul hujayrasi deb ataladigan bo'lib, ularning iqtidori bir qadar cheklik. Ular ilik, teri qatorliq alohida to'qilmalar va a'zolarda uchraydi. U g'ul hujayralar o'zini ko'paytgandan boshqa bo'linib, faqat shu to'qilmalardagi hujayralarga aylana oladi. Masalan, qon ishlab chiqarguvchi g'ul hujayrasi sumakning ilikida mavjud bo'lib,
u har xil qon hujayralariga aylanoladi. Mesenkaymil g'ul hujayrasi suңakning iliki, may va balaning amirida mo'l bo'lib, u bo'linib suңak, ko'mchak, muskul va may hujayralariga aylanoladi. Nervi nervi g'ul hujayrasi mingida mavjud bo'lib, u bo'linib har xil nerva hujayralariga aylanoladi. Төрәлме g'ul hujayrasi urug'langan tuxumdan paydo bo'lgan eng dastlabki hujayra va butun hujayralarning manbasi bo'lib, u odam badanini tashkil qilgan 200 xildan ortiq hujayraga bo'linadi va yuqorida tilga olgan badanni tashkil qiladigan 30 trillyondan ortiq hujayraga ko'payadi. Төрәлме g'ul hujayra yeni bir hayotlikning boshlanishi bo'lgan төрәлмеден keladigan bo'lib, төрәлме g'ul hujayrasiga erishish uchun dunyoga kelish oldida turgan u yeni jonliqni oxirlashtirishga, ya'ni uni yo'q etishga to'g'ri keldi. Shu sababdan ko'plagan davlatlarda төрәлме g'ul hujayra tadqiqoti bo'libmi insonlarning төрәлме g'ul hujayra tadqiqoti qattiq cheklamaga uchirmoqda. Yani axloqiy nuqtadan u davlatlar har xil qonunlarni chiqarib, insonlarninki төрәлме g'ul hujayra tadqiqotiga alohida cheklama qo'ymoqda. Yetildirilgan ko'p iqdorliq g'ul hujayra, ya'ni iPSC bo'lsa, asli g'ul hujayra emas, odatdagi hujayralarni programlash orqali ko'p iqdorliq qilib yetildirilgan g'ul hujayra bo'lib, u garchi төрәлме g'ul hujayrasidan tamoman farqli bo'lsa-mu, ammo u navbatda g'ul hujayra tadqiqotining qiziq nuqtasiga aylangan. Undaqda nima uchun yetildirilgan ko'p iqdorliq g'ul hujayra tadqiqoti shundoq muhim yoki nima uchun u hozir qiziq nuqta bo'lmoqda degan vaqtimizda, ko'p iqdorliq g'ul hujayra eng ko'p hujayralarga bo'linish iqtidoriga ega bo'lgan g'ul hujayra bo'lib, uning ichida төрәлме g'ul hujayrasi garchi eng g'oylik g'ul hujayra bo'lsa-mu, ammo төрәлме g'ul hujayra tadqiqoti ko'pincha davlatlarda axloqiy nuqtadan qattiq cheklamaga uchirganlikdan tadqiqotchilar төрәлме g'ul hujayrasining o'rniga odatdagi balog'atga yetgan hujayrani programlash orqali yetildirib chiqqan ko'p iqdorli g'ul hujayra tadqiqotini ilib berib, kelgusida mushu ko'p iqdorli g'ul hujayra orqali yetildirgili bo'ladigan organ, a'zo yoki hujayralarni yetildirib, munosabatli kasalliklarni davolashga tirishmoqda. Yuqorida men g'ul hujayraning qandaq bir hujayra ekanligi va uningki asosli turlari to'g'risida qisqa to'xtalib o'tdim. Undaqda g'ul hujayrasiningki qandaq alohidligi bor degan vaqtimizda, birinchidan g'ul hujayralar bo'linib, texmi ko'p g'ul hujayralarni hosil qila oladi. Ya'ni g'ul hujayra o'zini ko'paytirish alohidligiga ega. G'ul hujayrasining bu alohidligi g'ul hujayralarning uzun muddatlik ta'minoti uchun bek muhim. Ikkinchi, g'ul hujayralar muskul hujayrasi, qon hujayrasi yoki nerva hujayrasi qatorliq o'zidan farqli bo'lgan har xil hujayralarga aylanish iqtidoriga ega. Ularning bu alohidligi zaxmlangan to'qilmalarni remont qilib yoki o'lgan to'qilmalarning o'rnini to'liqlash, organ yetildirishda bak muhim. Uchinchisi, төрәлме g'ul hujayrasi faqat urug'langan tuxumdan shakllangan
төрелмеде mevcut. Әмма to'qilmalarga xos g'ul hücreler yoki balog'atga yetgan g'ul hücreler ilik, teri, jigar, may, miya qatorliq badandagi har qaysi joylardan, har qaysi organ va to'qilmalardan bolaning amri va kindik qinidan ayirib chiqish mumkin. G'ul hücresininki ahamiyati, ya'ni g'ul hücresi nimalarga qo'llaniladi yoki g'ul hücresininki qandaq ahamiyati bor degan vaqtida g'ul hücre tadqiqoti va uning bilan kasal davolashninki kelgusi istiqboli parlaq bo'lib, u gen tahrirlash, bioinjenerlik va xoslashtirilgan davolashning ilgirilishi, yeni davolash va asliga keltirish xarakterlik davolashning yo'lini ochmoqda. Birinchisi, qayta hosil qilish xarakterlik davolash jihatda g'ul hücreler zaxmlangan to'qilmalar va a'zolarni remont qilish orqali ularni asliga keltirish iqtidoriga ega. U yurak kesili, umurtqa zaxmlanish va nervi ojizlik qatorliq hozircha saqaytish imkoni bo'lmagan kasalliklarni davolashga, organ yetildirishga umid ato qilmoqda. Ikkinchisi, xoslashtirilgan davolash jihatda olimlar bemordan g'ul hücre yetildirib, bemorning gen aloyidligiga mos keladigan xoslashtirilgan davolash usulini taraqqiy qildirmoqda. Uchinchisi, gen tayyorlash va gen orqali davolash jihatda gen o'zgartirish texnikasi orqali g'ul hücrelarning kasallik keltirib chiqaradigan genlarga o'zgartish kirgizish orqali irsiy kasalliklarni saqaytish mumkin. Bu jihatdami ko'plagan tadqiqotlar ilib berilmoqda. To'rtinchisi, nervi kasalliklarni davolash jihatda g'ul hücreler Parkinson kasali, Alzheimer kasali va umurtqa zaxmlanish qatorliq nervi kasalliklarini davolashda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, g'ul hücresi orqali zaxmlangan nervi hücresini remont qilib yoki ularni yengilab, nervini asliga keltirish mumkin. Beshinchisi, autoimmunity kasali, ya'ni hozir davolash imkoni bo'lmagan bir xil immunit qalamqonchilik kasalini davolash jihatda g'ul hücrelarni immunit sistemasini tengshash va to'qilmalarni asliga kelishini ilgari surishda qo'llanish mumkin. Bu jihatdami ya'ni nurg'ulg'an tadqiqotlar ilib berilmoqda. Bugungi bu g'ul hücre to'g'risida tushuncha degan qisqa leksiyani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizningki bilimini mo'l qilsin, tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.